Syngenta kompaniyasining Valorik kirbishda gektariga 225 litr qo'llanilganda begonotni to'liq nazorat qilgan. Dori sepilmagan joyning ko'rinishi. Qizil kurmak, oq kurmaklari mana ko'rinishi. Bu yerda Tataris kirbishdan sepilgan, qo'llanilgan. Bu kurmaklar ko'rishingiz mumkin, juda ta'sir yuqori bo'lgan. Bu yerda 2 litr qo'llanilgan dala. 2 litrda ham samarasi yuqori bo'lgan. Bu nazorat variantimizda esa tuproq girbistini suv orqali o'tib bo'lganligi uchun bu yerda ham kurmak o'ta ko'p